Assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Bugungi topshirig'imiz shukrona kundaligi deb ataladi. Har kuni kechqurun 20 ta shukrona yozamiz. Sharti shundaki, juda katta narsalar bo'lishi shart emas. Oddiy narsalarni ham yozsa bo'ladi. Masalan, bugun sog' salomat uyg'ondim. Allohga shukr. Bugun farzandim menga qarab kulib qo'ydi. Allohga shukr. Mana shu singari oddiy shukronalar. Muhimi qalbingizdan his-tuyg'u bilan chiqishi kerak. Nevrozda doim xavfni qidiradi. Shukrona esa miyani yaxshilikni ko'rishga o'rgatadi. Bu mashq tashvishni kamaytiradi, ichki xavfsizlikni oshiradi, kayfiyatni ko'taradi, uyquni ham yaxshilaydi. Miya asta-sekin hayot xavfli emas degan signalni qabul qiladi.